Sirdaryo viloyati O'zbekistonning shimoliy-sharqiy qismida joylashgan tarixiy va iqtisodiy jihatdan muhim hududdir. Viloyat 1963-yili 16-fevral kuni tashkil etilgan bo'lib, bugungi kunda yurtimizning sanoat, qishloq xo'jaligi va infratuzilma rivojida muhim o'rin tutmoqda. Viloyatning hududi 4276 km² bo'lib, O'zbekiston viloyatlari orasida eng kichik hududlardan biridir. Aholisi so'nggi ma'lumotlarga ko'ra 922 ming kishi bo'lib, shaharlarda yashovchi aholining ulushi taxminan 43%, qishloq joylarda esa 57% ni tashkil etadi. Sirdaryo viloyati 8 tuman va 1 shahardan iborat. Viloyat markazi Guliston shahri. Hudud asosan tekisliklardan iborat bo'lib, Sirdaryo daryosining sug'orish tizimlariga tayanadi. Mirzacho'l hududining janubiy chekkasi viloyatning qishloq xo'jaligi uchun eng muhim maydoni hisoblanadi. Viloyat nomi Markaziy Osiyodagi eng yirik daryolardan biri bo'lib, Sirdaryodan olingan. Bu nomgacha qadimda turli nomlar bilan atalganligini bilishimiz mumkin. Daryoning zamonaviy Sirdaryo nomi qachon paydo bo'ldi? Rim tarixchisi Pliniy asr skiflar, saklar bu daryoni Silis deb ataganliklarini yozib qoldirgan. Ba'zi olimlar Bartold, Klashtorniy, Hasanov Silisni Sir bilan bir xil deb hisoblashgan. Shunday qilib, Sirdaryo qadimgi davrlarda o'rta va yuqori oqimlarda yaksar, past oqimlarda esa Silis Sir deb nomlangan. 13-14 asrlarda Jent shahri yaqinidagi quyi oqim nomi Sir O'rda bo'lgan. Ushbu dalillar mazkur daryoning Sirdaryo eng qadimgi nomlardan biri nafaqat xalq og'zida saqlanib qolganligi, balki asta-sekin ushbu daryoning asosiy nomiga aylanib ulgurgandan dalolat beradi. Bu nom qadimdan daryo bo'yida yashagan Sir, Silis qabilalari bilan bog'liq bo'lib, hozirgi kunda ham viloyatning tarixiy va geografik o'ziga xosligini ifodalaydi. Ba'zilar daryoning nomi Sir, ya'ni bo'yoq degan ma'noni anglatadi deya ta'kidlashadi. Sariq daryo, Loyli daryo, Sirt daryo, tog' sirtlardan oqib keluvchi daryo. Ushbu talqinning ilmiy mohiyati professor Hasanov tomonidan e'tirozga sabab bo'lgan. Biz ushbu buyuk daryoning nomini uning bo'yida yashagan qabila Silis, Sir nomi bilan bog'liq ekanligi eng munosib izoh deb hisoblaymiz. Tarixiy jihatdan Sirdaryo hududi qadimdan turli madaniyatlar chorrahasi bo'lib, o'rta asrlarda Shosh, Choch vohasi va Jand shahri hududi bilan bog'liq bo'lgan. Arab, fors va turkiy manbalarda viloyat hududi ko'pincha Sayxun bo'yi sifatida tilga olinadi. Bu daryoning arabcha nomidan kelib chiqqan. Shunday qilib, Sirdaryo viloyati O'zbekistonning eng qadimiy va suv manbalariga boy hududlardan biri bo'lib, tarixi, geografiyasi, aholisi va iqtisodiyoti bilan mamlakatdagi boshqa viloyatlardan o'ziga xos joy egallaydi.